Bunaqa sochlar bilan siz hech qachon styuardessa bo'la olmaysiz. Har bir aviakompaniyaning soch turmaklariga qo'yiladigan talablari har xil bo'ladi. Lekin deyarli barchasida klassik yig'ilgan uslubdagi soch turmagi talab qilinadi. Bizning aviakompaniyada faqat bir xil tabiiy rangdagi sochlar ruxsat etiladi. Sochlarni shunday yig'ib, maxsus setkacha va qora rangli rezinka bilan mustahkamlash mumkin. Hech qanday zakolka taqib bo'lmaydi. Shuningdek, sochni shishka shaklida yoki shunaqa xvostik qilib tagini o'rib qo'yish mumkin. Lekin faqat o'rim uzunligi 10 cm dan uzun bo'lmasa. Cho'lka bo'lmasligi kerak. Agar soch kalta bo'lsa, u yelka va uniforma yoqasiga tegmasligi lozim. Yig'ilgan soch turmagi majburiyligi nafaqat bort kuzatuvchilar asosan ovqat bilan ishlash sababli, balki xavfsizlik qoidalariga ko'ra ham majburiy hisoblanadi. Chunki yong'inni o'chirish zarurati tug'ilsa, yoyilgan sochlar noqulay bo'lishi mumkin. Va dunyodagi barcha aviakompaniyalarning soch turmagiga qo'yiladigan eng muhim talablaridan biri esa ular bir xil va tabiiy rangda bo'lishi kerak. Agar sochlar shunaqa yashil, qizil yoki boshqa sun'iy ranglarda bo'lsa, siz hech qachon styuardessa bo'la olmaysiz. Keyingi videoda nega ko'plab aviakompaniyalarda styuardessalar qizil lab bo'yog'ini ishlatishi majburiy ekanini aytib beraman.